Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni bugun 32-kunidamiz. Bugun sizlar bilan Paris usuli haqida bir aytib o'tmoqchi edim. Qanday usul, qaysi payt foydalaniladi hamda tarixda kimlar foydalangan. Tarixda bilsanglar, inglizlar bosqini paytida Hindistonga yurish qilishadi inglizlar. Shu payt ahli ilmlarda, ulamolarda kallasini olib, talbalarga ilib, ya'ni ko'cha-ko'yga ilib ketishavergan. Shu paytda bir ahli ilm bo'ladi, hozir ismi yodimga kelmayapti. Shu insonni qidirib bir masjidga kirishadi. Imom, ya'ni shayx inson, ahli ilm oddiy kiyimlar kiyib, tashqarida eshikda u yoqdan bu yoqqa shipir yurgan bo'ladi. Inglizlar kelib turib so'raydi-da, dedi, bu yerda bir ulug' imom bor ekan deydi. Shu qayerda desa, ko'rdingmi desa, bir qadam ortga suriladi, shunday haligi joyni ko'rsatdi. Hozir shu yerda dedi. Yedibdi. Bo'l deb turib ichkariga kirib, topisholmay chiqishadi. Haligi insonga tegmay o'tib ketishadi. Ya'ni bu tariz usuli hisoblanadi. Turgan joyini ko'rsatyapti, ya'ni bir qadam ziljayapti, hamda ko'rsatyapti. Hozir shu yerda deyapti. Bunga yana bir misol bor. Bir ahli ilmni yomon insonlar qidirib keladi, uyda bir kichik farzand bo'ladi. Darvozani oldiga dumaloq doira chizib beradi. Agar meni kimdir so'rab kelsa deydi, payt ziddiyatli paytlar bo'ladi. Shu doirani ko'rsatib turib, otasi uyda bo'ladi. Otam uyda yo'q deb aytgan deydi. Ya'ni o'lim xavfi turgan bo'ladi bu paytda. Ya'ni bu insonning uyda borligini bilsa, katta ehtimol bilan o'ldirib yuborish mumkin. Chiqadida chaqirishadi. Inson chiqib, otangiz uydami desa, haligi doiraga qo'lni qiladi, bu tomonda qo'l deyadi bo'ladi. Yo'q, otam uyda yo'q deydi. Otam uyda yo'q deb turib, haligi insonlar ketkizib yuboradi. Ya'ni ma'lum bir doira chizib bergan bo'ladi, shu doiraga qo'lni imon ishora qilib turib, shuni yo'qligini aytib ketadi. Mazhab boshilaridan bo'lgan insonlarda ham qo'llanilganligi ta'kidlangan bu. Aniq ma'lumot kelmayapti. Hozir yaqinda o'qigandim. Hidoya jurnalini 2021-yil 1-sonida o'qidim, adashmasam. Arxivdan ko'tarilib. Shu paytda keltirildiki, adashmasam Ahmad ibn Hanbalnimi yoki Imom Shofiy rahmatullohi alayhinimi kami bir mushkul vaziyatdagi savol beriladi. Ya'ni Qur'on maxluqmi deyiladi. Maxluq desa, dindan chiqib ketadi. Alloh asrasin. Buni chiroyli tarzda yetkazib berish uchun nima qiladi? 4 ta barmog'iga imom ishora qiladi-da. Tavrot, Injil, Zabur, Qur'on bu 4 talasi deydi, ya'ni barmoqlariga qarab maxluq deb turib chiqib ketadi. Alloh asrasin. Ya'ni barmog'iga ishora qilgan holda juda qaltis vaziyat bo'ladi. Yoki ularning qo'lida jabr yetishi mumkin, katta ehtimol bilan o'lib ketishi mumkin. Shunday paytda bo'ladi. Aytsa, dindan chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun shu usulni tanladi deydi. Ya'ni tariz usuli bu yolg'on ishlatiladigan paytda juda bir mushkul payt bo'lsa, yolg'on ishlatilmagan holda tariz usulidan foydalansa bo'ladi deydi. Ulashib degandim. Hatto kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Aniq ma'lumotlar bo'lsa sizlarda yuborib qo'yishinglar mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.